Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan challenge'imizni davom ettirgan holatda top intervyularda tushadigan 3-algoritmni ko'rib chiqamiz. Bugungi algoritmimiz nomi Remove duplicates from sorted array, ya'ni saralangan ro'yxatni ichidan takrorlangan sonlarni o'chirishimiz kerak. Misol uchun ko'rsataman. Bizga nums to'plami kelyapti, ichida elementlar bor. 1, 1, 2. Bizning vazifamiz shundan iborat. Ikkita sharti bor. Qanaqa? Ketma-ket, ya'ni takrorlanmagan sonlarni ketma-ket qo'yib berishimiz kerak. Ya'ni bu yerda takrorlanmagan son 1 bilan 2, shuning uchun 1 bilan 2 ketma-ket kelyapti. Ikkinchi shartimiz qo'shimcha xotiradan foydalanishim kerak emas. Ya'ni yangi to'plam ochish mumkin emas. Faqatgina har bitta qiladigan amal nums ustida bo'lishi kerak. Biza return, ya'ni javobimiz nima bo'lishi kerak? Takrorlanmagan sonlarni uzunligi, ya'ni nechtaligi. Bu yerda ikkita takrorlanmagan son bor. Shuning uchun bizning qiymatimiz 2 ga teng bo'lyapti. Pastdagisida ham bizda ro'yxatga kelyapti. Ichida 10 ta element bor. 2 ta 0, 3 ta 1, 2 ta 2, 2 ta 3 va bitta 1. Bizning vazifamiz takrorlanmagan sonlarni ketma-ket qilib olish 0 dan 4 gacha. Takrorlanmagan sonlarni uzunligini qaytarish. Ko'rayotgan bo'lsanglar, uzunlik hali ham 10. Faqatgina biza takrorlanmagan sonlarni ketma-ket qo'yib olamiz va uni uzunligini qaytarib berishsa bo'ldi. Aynan shu algoritmni hozir sizlar bilan etap-etap, ya'ni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Boshida tushunarli va osonroq bo'lish uchun qo'shimcha xotiralardan foydalanaman, ya'ni tushunishinglar uchun. Keyinchalik ro'yxat, ya'ni listda qanday aytilgan bo'lsa, aynan shunaqa qilib ishlash ham ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib funksiyaning nomini kopirib olamiz va paycharma ochib olaman. Menga nums keladi, ma'lumot turi menda list, javobim integer bo'ladi, ya'ni returnda int qiymat qaytaramiz. Bitta primerni olamiz, ko'prog'ini olamiz. Endi men bunga numbers nomlab beraman. Print qilamiz, funksiyani chaqiramiz, ichiga numbers beraveraman. Endi mana vazifam nima? Aytganimda etap-etap qilamiz. Birinchi etap bizda takrorlanmaydigan son, ya'ni elementlarni o'zini topish bo'lsin. Buning uchun nima ish qilamiz? Qo'shimcha list ochib turaman, new list. Ya'ni yangi list, ichi hali bo'sh. Biza for I in orqali uni to'ldiramiz. Ya'ni numbers ichidan har bitta elementni etap-etap ketma-ket qiymatlarni olib chiqamiz va tekshiramiz. Agar I elementim not in ichida bo'lmasa, new list, ya'ni yangi ro'yxatning ichida. Yangi ro'yxat ichiga qo'shib bersin aynan shu elementni. Biz hozir bu yerda nima ish qilyapmiz? Birinchi 0 ni avtomatik olamiz. 0 ichida yo'qmi yangi list deydi. Hali bo'sh, ichi bo'sh, shuning uchun bizga avtomatik 0 ni qo'shib beradi. Keyingi safar 0 ni oladi. 0 uje bor. Bizda shartimiz to'g'ri, ya'ni false bo'ladi, avtomatik true emas. Bizda skip qilib o'tkazib yuboradi. Biz nima qilamiz? 1, 2, 3, 4 qiymatlarga ega list hosil qilamiz. Aynan shu logika bo'yicha. Buni tekshirishimiz mumkin. Men for dan keyin print qilamiz, new list chiqaraman. Ko'rib turganingizdek 0, 1, 2, 3, 4 elementlarni hosil qilib oldim. Endi meni vazifam nechtaligini topish. Nechtaligini topish uchun men nima ish qilaman? Return qilamiz. Aynan shu yangi ro'yxatimni uzunligini qaytarib beraman. Len funksiyasi orqali uzunligini qaytarsak bo'ladi. Ichiga new list berib olamiz. Ko'rib turganingizdek qiymatim 5. Ibotda ham qiymat necha edi? 5. Endi tekshirib ko'ramiz lit kodda. Aynan shu qilgan kodimiz ishlaydi yoki ishlamaydi. Chunki biz hozir shartga zid ravishda qildik, ya'ni qo'shimcha xotiradan qo'shganmiz. To'g'rilab olamiz. Run qilaman. Ikkita keysdan ham o'tolmadik. Nega o'tolmadik? Bizning javobimiz to'g'ri. Qiymatim 5, birinchisida ham 2 qaytarish aniq. Nega o'tolmaganimizni tushuntirib beraman. Qaranglar. Birinchisida 2 qaytadi, javobimiz 2 ekan, ya'ni ikkita takrorlanmagan son bor. Ro'yxatni ichidan, ya'ni boshlanishidan 2 tani qilib oladi. 1 bilan 1 turibdi bizda. Bizning javobimiz 1 bilan 1. Lekin u bizdan kutayotgan natija 1 bilan 2. Chunki u namisi o'zini ketma-ketligini takrorlanmas qilib oldi. Ikkinchisida ham xuddi shunaqa. Bizda 5 ta takrorlanmaydigan son bor. Bizning javobimiz 5 bo'ldi va u nima qildi? 5 olib namisdan 5 dan qilib oldi. Bu noto'g'ri javob, ya'ni bizdan kelgan javob. U kutayotgan javob nima bo'lyapti? 0 dan 4 gacha. Ya'ni biz namisni o'zini o'zgartirishimiz kerak. Bu ishni qanaqa qilib qilsak bo'ladi?
aynan shu logikadan kelib chiqib turib ko'rsak bo'ladi. Ko'rsatib beraman. Menda уже aniq saralangan ro'yxat bor, ya'ni takrorlanmaydigan ro'yxat. Men nima ish qilaman? Print o'chiraman. Nams qilamiz. Birinchi o'zgarish o'chaman. Length, ya'ni uzunlik nechta sonligini bilib olay oldim. Len funksiyasi orqali ichiga new list beramiz, ya'ni uzunligini topib oldim. Endi mana vazifam qaranglar. Return qilaman. Mayli, return qilmaymiz sразу. Nima ish qilamiz? Nams ro'yxatimdan nima ish qilamiz? Length gacha bo'lgan sonlarni olamiz. Ko'rishinglar uchun print qilaman buni, qaysi sonligini. Nima bo'pti? 2 ta 0 va 3 ta 1. Boshdagi 5 ta elementimizni qaytardik. Mana vazifam shu 5 ta elementni o'rniga botdagi 5 ta elementni qo'yib yuborishim kerak. Bu ishni qanaqa qilaman? Print o'chiramiz. Elementni o'zi qoladi menda. Teng qilamiz new list. Print qilamiz, nums chiqaraman. Ko'rib turganingizda boshdagi 5 ta element takrorlanmas element bo'lib qoldi. Ya'ni men hozir yig'ib olgan takrorlanmas sonlarimni boshdagi 5 ta elementga, ya'ni uzunligiga, takrorlanmaydigan sonlarning uzunligiga o'zlashtirib oldim. Endi buni javobini qanaqa qaytaramiz? Return length qaytarib qo'yaman bo'ldi. Chunki length bizda takrorlanmaydigan sonlarning uzunligi. Ishlatamiz. Qiymatimiz 5. Qanaqa qilib tekshirishimiz mumkin? Bizda to'g'ri yoki da noto'g'riligini. Shu o'zda tekshiramiz. Printni o'chiraman. Answer ili answer ochiq qilaman. Javob, chunki funksiyadan javob qaytyapti bizga. Funksiyani chaqiraman. Ichiga ro'yxatim numbersni beraman. Print qilamiz. Numbers ichidan answergacha bo'lgan elementlarni qirib olaman. Ko'rib turganingizda 0 dan 4 gacha takrorlanmaydigan son. Lekin ro'yxatni o'zini chiqarsam, tagidan bizda hamma 10 ta elementni o'z turibdi, faqatgina boshdagi 5 ta takrorlanmaydigan sonlarni o'zlashtirib olgan. Endi aynan shu algoritmni tekshirib ko'raman. Birinchi run qilamiz har doim. Ikkita case'dan o'tdik, muammo yo'q. Submit qilamiz. Submit ham oldik, ya'ni hamma test case'dan o'tdi. Bizda 362 ta test case bor ekan, 362 ta test case'dan o'tdi. Qaraymiz, 19 millisekund ishlagan, 13% dan yaxshi. Biz hozir botdamiz. Xotira bo'yicha 19 ishladi, bizda 49% dan yaxshi. Lekin eslaymiz, biz shartiga to'g'ri keladigan logika qilmadik, ya'ni algoritm yozmadik. Biz qo'shimcha xotirdan foydalanganman, o'zlashtirgan bo'lsam. Endi shartiga ko'ra algoritm qilib chiqaman. Bu ishni qanaqa qilib qilamiz? Badisini o'chirib tashlaman. Mana vazifam nima? 0 dan keyingi sonlari o'ziga teng bo'lmaydigan bo'lishi kerak. Ya'ni buni qanaqa qilib qilaman? 0 dan keyingisi bo'lgani uchun indeks ochaman, qiymatimiz 1 bo'ladi. Chunki birinchi indeksdan o'zlashtirib ketishim kerak. Yozamiz for I in range bilan ishlayman, ya'ni diapazon bilan. 0 dan 0-indeksdan boshlaymiz. Uzunligim bo'lsa ro'yxatdami -1-si. Nimaga -1ligini tushuntirib beraman. Endi tekshiramiz. Agar namisi i-si teng bo'lmasa, namisi I plus 1 ga, ya'ni o'zidan keyingisiga. Bizda ko'rayotgan bo'lsanglar 0 dan boshlaydi. 0-element namisi I bo'ldi, I plus 1 bo'lsa 0-element bo'ladi, ya'ni birinchi indeksda turgan son. Bizda ikkalasi o'zaro teng, shuning uchun nima bo'ladi? Shartimizga to'g'ri bo'lmay keyingisiga o'tadi. Aynan teng bunaqa holatda teng kelmaydi. Birinchi indeksi teng kelmaganlarga yig'ishtirib ketaveradi, ya'ni surib ketaman. Buni qanaqa qilamiz? Namisi indeksi, ya'ni birinchi indeksdan boshlab teng bo'ladi. Namisi o'zidan keyingi indeks, ya'ni I plus 1-si. Biza indeksni oshirishimiz uchun, ya'ni ketma-ket surishim uchun indeks plus teng 1 qilamiz. Xuddi shunaqa for tugagandan keyin return qilamiz, indeks qaytaramiz. Chunki indeks nechta sonligini biladi. Nimaga biz avtomatik 1 dan boshlaymiz? Chunki birinchi elementimiz o'zi takrorlanmaydigan son bo'ladi. Chunki undan keyingisi 0 ga teng bo'lish kerak emas. Shuning uchun 1 dan boshladik. Ishlataman. Ko'rayotgan bo'lsangiz nima qildi? Bizga 40 oldi. Avtomatik. Javobimiz 5 bo'lgan, 5 40 oldi. Chunki biz mana bu yerda answergacha bo'lgan javobni 40 qin deganmiz. Endi bu yerda o'zi nima logika ketadi? Biz avtomatik 0 bilan 0 ni solishtiramiz, teng emas, o'tkazib yuboradi. 1 bilan 0 ni solishtiramiz, bu ikkalasi o'zaro teng emas. Nima bo'ldi menda? Avtomatik 0 ni o'rniga 1 yozamiz. Keyin 1 bilan 1 teng solishtiramiz, bu ikkalasi o'zaro teng emas, to есть teng.
Xuddi botda ham shu ish bo'ladi. Endi bu ikkalasini solishtirayotganimiz nima bo'ladi? O'zaro teng emas. Bizni birga 1 qo'shsak 2 bo'ladi. Ikkinchi indeksga avtomatik nima qo'shamiz? 2. Keyin biz 2 bilan 2 ni solishtiramiz. 3 bilan 2 ni solishtiramiz. 3 bilan 2 teng emas. 2 ga 1 qo'shsak 3 bo'ladi. Avtomatik 3-indeksga 3 soni qo'shilyapti. Keyin xuddi shunaqa 3 bilan 4 ni solishtirganmiz, teng emas. 3 ga plus 1 qo'shganimda 4 bo'ladi. 4-indeksga 4 element, ya'ni manba elementi yozamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, men oldi qatoriga saralanayotgan, ya'ni nima ish qilman? Teng kelmaydigan sonlarni avtomatik saralab olib yozib ketaman. I plus nimaga biz bu yerda -1 qildik? Chunki biz I plus 1, I qiymatiga 1 qo'shamiz. Eng oxirgi indeksim menda 9 bo'lsa, 9 ga nima bo'ladi? 1 qo'shsa 10-indeksni so'rab qoladi. Masalan, bu yerdan o'chiraman hozir. Ishlatamiz. Xato berdi, ya'ni indeksdan o'tib ketdik. Maksimal indeksga men plus 1 qo'shaman. Aynan shu xatoni oldini olish uchun men -1 qo'yaman. Ishlataman. Xato yo'q. Endi buni test qilib ko'ramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar 19 ishlagan ekan ikkalasi. Birinchi run qilib ko'ramiz, xatoliklar yo'qmi tekshiramiz. Xatoliklar yo'q, zo'r. Submitni bosamiz. Kodimiz ishladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, menda endi nima bo'ldi? Ya'ni tezlik bo'yicha 0 millisekund. 100% odamdan yaxshi. Uje bo'tdamiz. Xotira bo'yicha 18-75% odamdan yaxshimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sharti bo'yicha qilinsa ancha tez va xotiradan shuncha yutamiz. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Bunaqa videolar ko'proq chiqib turishni xohlasanglar, kommentariyada yozib qolinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.